Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir O'rizor rezidensiyaga kelganmiz. Mana O'rizor bozori do'stlar. Havoni changligiga qaranglar. Qachondir bosslar yomg'ir yog'yapti. 2 xonali kvartiralar kerakmidi sizlarga? 2 xonali kvartiramiz bor. Hozir 15-etajga chiqqanmiz. Mana bu planirovkadan 6-etajda mavjud. Mana bu planirovkadan esa ko'pchilik izlagan, ko'pchilik so'ragan planirovka 15-16-etajda mavjud. Ko'pchilik mijozlarimiz YouTube'da videoni yaxshi ko'rmayapti. Oxirigacha yaxshilab tinglab, eshitib, keyin nomerlarga aloqaga chiqinglar iltimos sizlardan. Viloyatdagilar uyomoqchi bo'lsangiz, telefon qilib, bor yo'qligini, uylarimiz sotuvda yoki bor yo'qligini bilib keling. Boshlang'ich to'lov bor bizada. Boshlang'ich to'lov va bitta pasport evaziga uylarimizni aniqib beramiz. Ko'pchilik telefon qilib tushunmayapti, so'rashyapti. Pasportni o'ziga bo'lib to'lashga berar ekansiz deyapti. Hech qanaqa unaqa yolg'on u informatsiya. Oxirgacha videoni ko'rmagan, tushunmagan, shu sababdan ham mana shunaqa xulosaga kelgan. Biza boshlang'ich to'lov bilan birlamchi ipotekaga uy qilib beramiz, 2 xonali kvartiralar. Xo'p, podezimizda 6 ta jitel bo'ladi. Mana qolganlar uje narsalarni olib kelib qo'ygan, remontini qilib yotibdi. Uyda xarid qilgan, remontni 10 kun 15 kunda bitirib beradi shu yerdagi ustalar. Podezimizda 2 ta lift bor. Bittasi passajirskiy, bittasi gruzovik. O'rizor rezidensiyamiz mana bundan boshlayman. Bu planirovkadan bizda 15-16-etajlarda mavjud. Ketdi mana bismillah. Kirganimizda bizni mana shunaqa prixo'ji kutib oladi. Eng ideal planirovka deb ayta olamiz. Yashashga eng qulay planirovka. Mana bu yoq tarafdan ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bu yoq taraf umumiy общий sanuzel. Bu yoqga hojatxona, bu yoqga dushovoy, xohlasangiz vanna qilib qo'yasiz. Xo'p, bu yoq tarafimiz esa uyimizning oshxonasi, oshxonamizning o'zini balkoni mavjud. Xolodilnik qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, kir mashinaning joyi. Mana shu holatda topshiriladi. 2000-3000 dollar rasxodingiz bor. Ya'ni uyni xarid qilgandan keyin remont qilib olishingizga. Domni oldida mana bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar bor. Undan tashqari kattalar dam olish uchun besetkalar mavjud. 16 etajga dom bo'lgani uchun baland etajlarda svet bo'lmay qolib, lift ishlamay qolish ehtimollari bormi deganlarga lift har doim ishlab turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, quyosh batareyalar qo'yilgan. Undan tashqari har bitta domni o'zini alohida divizyogi bor. Ya'ni svet o'chib qolsa ham, butun domda svet bo'lmasa ham, lift postoyanno ishlab turadi do'stlar. Chunki 16 etajgalar bu yoqda. Hamma domlar 16 etajga, shu sababdan ham lift o'chishi mumkin emas. Bu yoq tarafga o'tamiz. Bitta umumiy родительский spalni, xohlasangiz bu yoqni ham spalni qiling, xohlasangiz zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kvartiramizni kvadrati 54 metr kvadrat. 26 metr kvadrat. Bu kvartiramizni boshlang'ich to'lovi 14500 dollar. 15-etajdagi kvartiramiz. Xuddi shu planirovkadan 16-etajda ham bor. U kvartiramizni boshlang'ich to'lovi 13500 dollar. Orasida 1000 dollar razlika qilyapti. Endi bu planirovkaga o'tamiz do'stlar. Bu planirovkamiz bu kvartiradan kvadrati kattaroq. 56 metr kvadrat, u 54 da. Bunda sanuzeli ham razdelli bo'ladi, alohida joylashgan bo'ladi. Xo'p, bir boshdan bu yoqni ham obzor qilaman. Mana bu yoq taraf asosiy kiraverish eshigimiz, yonginasida hojatxonamiz, bu yoq taraf sanuzel, ya'ni yuvinishxona, vanna qilsangiz bo'ladi. Dushovoy, bu yoq taraf esa zalimiz. To'g'riga o'tganimizda zalimizning o'zining balkoni bor. Mana O'rizorga qarab turibdi. Mana havo, mana polni 16 etajga domlar. Liftdan qo'rqqanlar uchun yo'q, lift o'chmaydi. Mana tepalarni polni mana 16-etajlarni uje sotib olib yashashyapti. Mana rechotkalar qilib, mana yaxshiroq ko'rinishi uchun mana pardalargacha ilib qo'yishdi. Qaranglar. Mana xo'sh, yana qayerda bor? Bo'lsa ko'rsatardim. Qisqasi o'sha tepa etajlarni hammasini mana remont qilib olib kirib yashashyapti. Tayyor kadastrli uylar. Bir kunda oformit qilib beramiz. Kelasizlar, boshlang'ich to'lovini bizga to'laysizlar. O'zimizda bir kunda oformitlarni, hujjatlarni qilib beramiz.
Umuman muammo yo'q. Dokumentdan hech qanaqa savnini qilmasdan kelaversanglar bo'ladi. Mani o'zim qilib beraman. Assalomu alaykum hammaga. Hamma dokumentlarni o'zim shaxsan o'zim qilib beraman. O'zimizda uylar bu. O'zimizga tegishli uylar. Bu ofisda variant emas. Biz продажа ofis emasmiz. O'zimizda uylar do'stlar. Kelasizlar, afontini qilib beramiz. Mana shu holatda topshiriladi uylarimiz. Remontiga aytganimda 2000-3000 dollar ketadi. Ustalar bor, kelishsanglar bo'ladi gaplashib. Endi o'zingizlar qanaqa remont qilishingiga bog'liq. Yaxshiroq, qimmatroq remont qilsanglar ko'p ham ketadi misol uchun. Bu uyimizning boshlanish to'lovi bu planirovkadan 6-etajda bor. Boshlanish to'lovi 19500 dollar. Pastroq etajni izlaydiganlar, so'raydiganlar bor o'zi spetsialniy. 6-etaj, 16-etajga dom, mana shu holatda topshiriladi 56 kvadrat, 19500 dollar do'stlar. Pastda nomerlar bor. Telegram kanalimizda yana variantlar bor mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Agarda qanaqadir savolinglar bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldirsanglar, hammasiga javob beriladi. Uylaringiz ko'pmi deganga, shuncha uyimiz bor mana. Bemalol kelib, Xudo xohlasa, xohlasangiz bundan tanlab olib ketaverasizlar. Hammasini ustida bosh-qoshi notariusgacha o'zimizda turamiz. Xalq xizmatida yurgan bolalarmiz. Bizlardan uy olganlar konkretni bilishadi, qanaqa ishimiz davolligini.